2026 yangi Chevrolet Labo shahardagi kichik biznes va yuk tashish ehtiyojlari uchun ishlab chiqilgan ixcham, tejamkor va ishonchli yengil yuk mashinasidir. Ushbu model o'zining soddaligi, past xarajatlari va kundalik foydalanishga mosligi bilan mashhur bo'lib, 2026 versiyada bir qator muhim yangilanishlar bilan taqdim etiladi. Chevrolet Labo kichik do'kon egalari, bozor savdogarlari, yetkazib berish xizmati va fermerlar uchun juda qulay transport vositasi hisoblanadi. Yangi 2026 Chevrolet Labo zamonaviyroq tashqi dizayn bilan chiqadi. Old panjarasi yangilangan, faralari aniqroq va yorqinroq bo'lib, kechasi haydashda yaxshiroq ko'rinishni ta'minlaydi. Korpus ixcham bo'lsa-da, yuk qismi mustahkam metall konstruksiyadan tayyorlangan va og'ir yuklarga bardosh bera oladi. Yuk platformasi tekis va keng bo'lib, turli xil tovarlarni qulay joylashtirish imkonini beradi. Avtomobilning o'lchamlari tor ko'chalarda ham bemalol harakatlanish uchun juda mos. 2026 Chevrolet Labo odatda 8 litrli yoki 1,6 litrli benzin dvigatel bilan jihozlanadi. Ushbu dvigatel kam yoqilg'i sarflashi bilan ajralib turadi va kundalik ish uchun yetarli quvvatni ta'minlaydi. Mexanik uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va uzoq muddat foydalanishga mo'ljallangan. Dvigatel ekologik standartlarga moslashtirilgan bo'lib, zararli gaz chiqindilari kamaytirilgan. Bu esa nafaqat atrof muhitga foydali, balki yoqilg'i tejamkorligini ham oshiradi. Salon qismi oddiy, lekin amaliy tarzda yaratilgan. Haydovchi uchun qulay o'rindiq, aniq ko'rinadigan asboblar paneli va oddiy boshqaruv tugmalari mavjud. 2026 modelda ichki materiallar sifati biroz yaxshilangan. Plastik qismlar mustahkamroq va uzoq vaqt xizmat qiladi. Konditsioner, isitish tizimi va asosiy audio tizim kabi qulayliklar ayrim komplektatsiyalarda taklif etiladi. Bu esa kun davomida mashinada ishlaydigan haydovchilar uchun qulay muhit yaratadi. Xavfsizlik borasida 2026 Chevrolet Labo asosiy ehtiyojlarni qoplaydi. Old xavfsizlik kamarlar, mustahkam tormoz tizimi va barqaror shassi avtomobilni yuk bilan ham ishonchli boshqarishga yordam beradi. Tormozlar tezkor va samarali ishlaydi. Bu esa shahar sharoitida tez-tez to'xtab harakatlanishda muhim ahamiyatga ega. Osma tizimi yuk ko'tarishga moslashtirilgan bo'lib, notekis yo'llarda ham barqarorlikni saqlaydi. Chevrolet Laboning eng katta afzalliklaridan biri uning past narxi va xizmat ko'rsatish xarajatlarining arzonligidir. Ehtiyot qismlari oson topiladi, ta'mirlash oddiy va ko'p ustalar bu modelni yaxshi biladi. Yoqilg'i sarfi ham juda kam bo'lib, kunlik biznes xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Shu sababli 2026 Chevrolet Labo daromadga yo'naltirilgan kichik biznes uchun juda foydali tanlov hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilgi yangi Chevrolet Labo ishonchli dvigatel, tejamkor yoqilg'i sarfi, ixcham o'lcham va amaliy yuk platformasini birlashtirgan yengil yuk mashinasidir. U shahar ichida va qisqa masofali tashishlar uchun ideal bo'lib, o'z ishini endi boshlayotganlar va tajribali tadbirkorlar uchun ham mos keladi. Agar siz arzon, mustahkam va kundalik ishda ishonchli yordamchi qidirayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Labo siz uchun juda yaxshi tanlov bo'la oladi.